doim pokiza yurgan odam Allohning muhabbati bor odammish odam. Pokiza, intizomli odammichi, mashinasi ham toza yuradi, oyoq kiyimi ham toza yuradi. Bizning xalqimizda bir gap bor. Bir xonadondan kelin olmoqchi bo'lsangiz, o'sha xonadonni tahoratxonasini ko'ring, oshxonasini ko'ring. Nopok bo'ldimi, demak unda tartib yo'q. To'g'ri hayot tizimi yo'q. Oshxonasini, tahoratxonasini pokiza ushlagan xonadon tartibli xonadon, intizomli xonadon, barakasi bor xonadon. Bu xonadonda poklik bormi? U sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan xonadon sifatida xalqimiz shuni e'tiborni qilgan. Shuning uchun bizda mana ilgari odat, bu odatlar deyarli yo'qolib ketyapti. Azonda shu namozga kelaversa, hammani ostonasi suv sepilgan, supurilgan. Birinchi kelinlarimizni turib qiladigan ishi hovlini supurish bo'lgan. Hozir podyezdini supurmayapti. O'zi har kuni 4 marta kirib chiqadi. Nega men supurishim kerak deydi. Boshqalar ham yashaydi-ku deydi. Keyin uni hokimiyatni obodonlashtirishni odamlar kelib supurib tozalab berish kerak. Va sovchish keladi-ku shu podyezga. Keladiganlar shu podyezdan chiqib qo'shnidan surishtiradi. Shunga qaramagan qanday bo'ladi?